Assalomu alaykum. Guruhimiz a'zolari. Mana sizlarga hozir gilos navini aytaman. Gigant Red. O'tgan yil ekilgan. Bu yil ikkinchi yil. Ekilgandan keyin ikkinchi barg. Mana gilos sarg'ayadi, qizaradi, keyin qorayadi. Mana bandini ham ko'p do'stlar, o'ta yo'g'on, uzun. Gilos ham judesimon, juda chiroyli gilos. Kalibkaga zo'r oladi. Kalibrovkalar yirik bo'ladi. Mana ko'p do'stlar, hosildorligini o'tgan yil ekilgan gilosda zo'r. Mana kimga buni ko'chatlar kerak bo'lsa, ana ko'chatlardan ko'paytirib qo'yib berganmiz buni ham. Shu bizga aloqaga chiqaverasizlar. Mana bu andijonlarimiz Ufa, xudo xolasa yetilib qoldi. Mayda oxiriga chiqadi. Mana bitta hozirda gilos ko'rsataman. Sweet Ariana. Mana Sweet Ariana yirik katta bo'ldi. Xudo xolasa Sivdardan ham yetak gilos ekan. Bizni baho gilosimizga o'rniga raqobatchi bu ham. Yaxshi gilos ekan. Bu ham 2 yil bo'ldi ekilganiga. Kimga buni ko'chatlar kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlardan 88 957 27 27. Bular biz realtiyaga xudo xolasa bulardan keyingi nishona ko'rsatadi. Mana yong'oqlarimizni qaranglar. Xitoy Express 85. 3 ta 4 tadan mevasi bor har bittasini. O'ta serhosil yong'oq. Kimga yong'oq ko'chatlar kerak bo'lsa, sotuvda bor kuzga. Xudo xolasa. Mana ishlab shu yong'oq ko'chatdan 2 yashar. Hammasi 100% meva bor. Mana ko'ribsizlar. Mana 3 ta 4 tadan qilgan, mana 4 tadan yong'oqlar bor. Mana har bittasida 3 ta 4 ta 2 ta ikkita ash holatda. Sog' bo'lasa salomat bo'lasizlar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa yangi yillardan tashlab olamiz.